Dehqon akalarimiz salafan ishlanganlarni tez yirtilib chirishidan, undan tashqari polietilen ishlanganlarni yig'ganinglarda sinib ketishidan, rezina ishlanganlar tez chirib yorilishidan charchagan bo'lsanglar, sizlar uchun zo'r variant ko'rsataman. Shunaqa ko'p rasxod qilish xohlamaydigan bo'lsangiz, siz uchun Hidrox brendidan ko'ryapsiz. Pajarni ishlanganlarimiz kelgan. Buni qulayligi, afzalligini, sifatini sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, ko'rayotganingiz sintetik tolali bo'ladi. Mana men bu ichki ko'rayotgan tomoningiz rezinali bo'ladi. Bu issiqqa, sovuqqa chidamli bo'ladi. -30 gradusdan +60 gradusgacha suvga sovuqga bemalol chidab beradi. Uzoq yillik xizmatingizni bemalol qilib beradi. Xullas yorilmaydi, teshilmaydi. Sifatiga keladigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu shlanglarimizni qarang, suvni tez o'tkazadi. Mana bunaqa nasoslaringizga katta bosim tushirmaydi. Undan tashqari qarang. Buni yana bitta udobstasini aytaman. Yig'ilishi juda ham oson, kichkina, xichamgina bo'ladi. Undan tashqari buni 50 razmerdan 300 razmergacha bo'lgan variantlarini bemalol topsangiz bo'ladi. Buni nafaqat pajarnilarni ishlatishadi, undan tashqari dala xo'jaligida ham ishlatishadi. Xullas, sizlarga ham xuddi shunaqa ishlanganlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Chinoz bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Butun O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib bera olamiz.